Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Hayitova Ziyadullaevna, Denov tadbirkorlik va pedagogika institutining o'qituvchisi. Xo'p, bugungi mavzuyimiz suvda hamda quruqlikda yashovchilar sinfining klassifikatsiyasi, ya'ni amfibiyalar sinfining klassifikatsiyasi haqida tanishib o'tamiz. Xo'p, bugungi alohida to'xtalib o'tadigan rejalarimiz bilan tanishishingiz mumkin. Demak, suvda va quruqlikda yashovchilar amfibiyalar sinfining sistematikasi hamda tarqalishi. Qadimgi zamonda amfibiyalar sinfining turlari ko'p bo'lgan va ular 11-12 ta turkumga bo'lingan. Hozirgi vaqtda suvda va quruqlikda yashovchilar sinfini 3 ta turkumga, 30 ta oila, 2,5 mingdan 4 mingtagacha turlari mavjud. 3 ta turkum dumlilar, kaudata yoki radialar. Ikkinchisi oyoqsizlar, apoda turkumi. Uchinchisi dumsizlar, ekaudata yoki anur. O'zbekiston hududida amfibiyalar sinfida dumsizlar turkumiga kiradigan 3 ta turi: ko'l baqasi, yashil qurbaqa va o'rta Osiyo qurbaqasi uchraydi. Dumlilar turkumidan tritonlar va akvariumlarda boqiladi. Mustaqil davlatlar hamdo'stligida suvda va quruqlikda yashovchilarning 34 ta turi uchraydi. Shulardan 23 ta turi dumsizlar turkumi va 11 ta turi dumlilar turkumiga kiradi. Oyoqsizlar turkumining vakillari MDHda uchramaydi. Demak, suvda hamda quruqlikda yashovchilar: dumlilar, kaudata, oyoqsizlar, apoda, dumsizlar, ekaudata. Dumlilar turkumi. Dumlilar turkumiga 400 tagacha yaqin tur, 8 ta oila, 5 ta kenja tur kiradi. Boshi bilinar-bilinmas tanaga ulanib ketgan, umurtqalari amfitsil yoki apistatsil tipda tuzilgan. Tuban guruhlarda xorda mutlak holida bir umrga saqlanadi. Haqiqiy qovurg'alari yo'q. Ularning miya qutisi suyaklari takomillashgan, lekin tepa va manglay suyaklari dumsizlar turkumi vakillariga o'xshash bir-biriga qo'shilgan emas. Qon aylanish sistemasi birmuncha sodda tuzilgan. Bu turkum vakillari ko'pchiligi asosan tashqi shavra, ba'zilarida ichki shavra bir umrga saqlanadi. Teri orqali nafas olish kuchli rivojlangan. Dumlilar turkumining sistematikasi. Demak, ular yashirin jabralilar, ambistomalar, salamandralar, proteylar hamda miantis kabi guruhlarga bo'linadi. Yashirin jabralilar kenja turkum vakillari dumlilar turkumining eng soddalaridan hisoblanadi. Umurtqa pog'onasi amfitsil tipda. Bu kenja turkumga yashirin jabralilardan burchak tishlilar oilalarini misol qilib olishimiz mumkin. Yashirin jabralilar oilasiga eng sodda primitiv tuzilgan 2 ta tur dumli amfibiyalar kiradi. Asosiy vakillar sifatida Yaponiya gigant salamandrasi 70 cm gacha keladi va og'irligi 70 kg-gacha borib, uzunligi 160 cm gacha boradi. Va bu Yaponiya gigant salamandrasining umumiy tasviri. Burchak tishlilar juda ham primitiv bo'lgan 35 ga yaqin tur kiradi. Ularning umurtqasi ikki tomondan botiq, amfitsil tipda. Burchak tishlilar asosan Sharqiy Osiyoning tayga mintaqalarida tarqalgan. Bu oilaning tipik vakillari Sibir 4 barmoqli burchak tishi, ya'ni Sibir 4 barmoqli tritoni, usuliy tirnoqli tritoni kiradi. Sibir burchak tishlisi, Ranodon sibirus, usuliy tirnoqli triton. Salamandralar. Haqiqiy ularning sistematikasi turkumiga haqiqiy salamandralar, o'pkasiz salamandralar hamda amfiumalar kabi guruhlarga ajratiladi. Haqiqiy salamandralar vakillarining tashqi tuzilishi kaltakesaklarnikiga o'xshash dumuzun doira shaklda. Ikki juft oyoqlari yaxshi rivojlangan, umurtqalari apistatsil tipda. Haqiqiy salamandralar oilasining 40 ga yaqin turlari bor. Tipik vakillari oddiy triton, taroqli triton va haqiqiy salamandralar kiradi. Bu oddiy triton tasviri, taroqli triton hamda salamandra. Olovtanli salamandra. O'pkasiz salamandralar. Ular 215 taga yaqin turni o'z ichiga oladi. Bu oila vakillari asosan Shimoliy Amerikada, ayrim turlari Markaziy va Janubiy Amerikada tarqalgan. Ularning hamma turlari o'pkasiz bo'lmaydi. O'pkasiz salamandralarning yuragi 2 kamerali, kichik qon aylanish doirasi yo'q. Chunki yurak bo'lmasa to'siq bilan ajralmagan. O'pkasiz salamandralarning umumiy ko'rinishi. Amfiumalar. Oilasiga hozirgi amfibiyalarning eng yirik turlari kiradi. Tanasining uzunligi 1 metrgacha boradi. 2 juft nimjon movement oyog'i shakllangan, barmoqlari 2 yoki 3 ta bo'ladi. Bu oilaning bitta avlodi, 3 ta tur bor.
Asosiy vakili sifatida 3 barmoqli amfiomalarni misol qilib olishimiz mumkin. Uzunligi 100 santimetrgacha boradi. Go'rsimon amfioma, ambistomalar. Kenja turkumiga faqat bitta ambistoma oilasi kiradi. Ularni Shimoliy va Markaziy Amerikada uchratishimiz mumkin. Umurtqa pog'onasi amfitsil tipda, bo'yining uzunligi 15-30 santimetrgacha boradi. Salamandralarga o'xshash 4 ta avlodi va 35 ta turi mavjud. Ularning lichinkasi ba'zan aksolotl deyiladi va lichinkalik davrda ular ko'payish, uchish xususiyatiga ega, ya'ni ular neoteniya hodisasi kuzatiladi. Otalanish ichki 50 dan 500 tagacha tuxumni suvga qo'yadi. Asosiy vakili sifatida yo'lbarssimon ambistomani olishimiz mumkin. Ambistomalar ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishda foydalaniladi. Yo'lbarssimon ambistoma. Bu esa aksolotl lichinkalik davrda ko'payish xususiyatiga ega bo'lgan vakili va bu neoteniya deb ataladi. Ambistoma. Proteinlar. Kenja turkumiga bitta proteinlar oilasi kiradi. Bu oilaning 2 ta avlodi va 6 ta turi bor. Yevropa proteyi Bolqon yarimorolida tarqalgan, ya'ni u Bolqon yarimorolining yer osti suvlarida uchraydi. Tanasining uzunligi 35 santimetrgacha boradi. Oyoqlari kuchsiz. Oldingi 3 ta va orqa oyog'ida 2 ta barmoqlari mavjud. Asosiy vakillari sifatida Amerika proteini olishimiz mumkin. Uning tanasining uzunligi 40 santimetrgacha boradi. Qo'llarda keng tarqalgan, gavdasi kulrang, bir qancha hoshiyali qora xollari mavjud. Oldingi va orqa oyoqlarida 4 tadan barmoqlari shakllangan. Yevropa proteinining tasviri. Xuddi aksolotlga o'xshash. Amerika proteyi, Yevropa proteyi. Meantis kenja turkumi sirenlar oilasini o'z ichiga oladigan Meantis kenja turkumi Shimoliy Amerikada va G'arbiy Yevropada tarqalgan. Uzunligi 90 santimetrgacha boradi. Tashqi jabralari juft, ko'z qovoqlari yo'q. Ularning 2 ta avlodi va 3 ta turi tarqalgan. Gavdasining ilon kabi qayrib suvda suzib harakatlanadi. Orqa oyoqlari yo'q. Oldingi oyoqlarida 4 tadan barmoqlari mavjud. Proteinlarnikiga o'xshash sirenlar ham bir umrga 3 juft tashqi jabrasi saqlanib qoladi. Suvda kislorod yetishmasa, ular suv ustiga chiqib orqali nafas oladi. Bu oilaga katta siren va ola siren kiradi. Katta sirenning uzunligi 70 santimetrgacha, ola sirenniki esa 20 santimetrgacha boradi. Uning oldingi oyoqlarida 3 tadan barmog'i bor, botqoqliklarda yashaydi. Bu ularning asosiy vakili katta sirenning umumiy tasviri. Katta siren, ola siren. Oyoqsiz amfibiyalar turkumi. Oyoqsizlar turkumi, ya'ni apodalar 6 ta oila 165 ga yaqin tur kiradi. Asosiy oilalarga haqiqiy cherviyagilar, ilon baliqlar va suv cherviyaglari kiradi. Bu turkum vakillari primitiv bo'lib, asosan yer ostida yashashga moslashgan. Ularni Janubiy Osiyo, Afrika, Janubiy va Markaziy Amerikaning tropik mintaqalarida uchratishimiz mumkin. Uzunligi 100 santimetrgacha boradi. Terisi yalang'och, judayam bezlarga boy. Bu turkumning vakillari sifatida halqali cherviyaga uzunligi 40 santimetrgacha boradi. Tuproqni qazib 50 santimetrgacha chuqurlikda hayot kechiradi. Ilon baliqlar oilasiga 44 ta tur kiradi. Hindiston, Hindi-Xitoy, Seylon va Kattazon orollari, daryo va ko'llar, qirg'oqlarda keng tarqalgan. Halqali cherviyaga. Shu bilan bugungi mavzuyimizga yakun yasaymiz va mavzuning davomini kelgusi darslarda tanishtirib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.